yerdagi onalar bolalaridagi bo'layotgan o'zgarishlardan, natijalardan juda ham xursand. Ularni onalarning ko'zidagi quvonchini, ishonchini ko'rib, yana ham ishlashga bo'lgan shijoatim oshib ketadi. Farzandimni chetga olib kelganimda juda ham xursandman. Chunki farzandimga qarab o'tirardim, hech joyga bormasdim, jamoatga qo'shila olmasdim. Hozirda o'zim ham birinchidan ish bilan ta'minlanganman. Ham ishlayapman, ham farzandim chiroyli parvarishda. Keyin eng meni xursand qilgan, bitta oilani xursand qilgani, Mohinaxon mustaqil o'tiryapti. Tik turyapti o'zi mustaqil oyog'ida, keyin so'zlar chiqargan. Men 14 yil kutgan so'z, aytadigan so'zni aytgisi keladi. Hozirgi kunda o'sha kunduzgi parvarishlash xizmatiga jalb qilingan bolalarni 8 nafari, ya'ni o'sha bolalarning ota-onalari ham ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda mana shu yerga kelib, bevosita o'sha jarayonlarda o'zlari ham qatnashyapti. Kunduzgi parvarish xizmati qanaqa tashkillangan, o'zlari ko'zlari bilan ko'rishyapti. Bu yerdagi o'sha mutaxassislar ota-onalarga hamma yo'nalishlarda maslahatlar berishib, bolani to'g'ri parvarishlashni konsultatsiya o'tib berishyapti.